matbuot anjumanini davom ettiramiz. O'yindan keyingi fikrlarni bildirib o'tsangiz Jamol aka. Yaxshi o'yin bo'ldi. Kurashlarga boy, ikkita jamoa ham maksimalniy harakat qildi g'alaba uchun. Yigitlar maksimalniy harakat qilishdi. Ko'ryapsizlar, o'zi har o'yindan o'yinga bolalar rivojlanib borishyapti va nafaqat o'sha har gal takrorlayapman bu narsani, chunki haqiqatan darhaqiqat o'yindan o'yinga bolalarning rivojlanayotgani har tomonlama o'sha xarakteri, psixologiyasi o'sha hamma jihatda yakka kurashlarda rivojlanyapti. Bu o'sha bizning eng birinchi maqsadimiz, bizani xotirjam qilayotgan narsa ham o'sha maqsadimiz, birinchi navbatda o'sha biz xohlayotgan narsalar amalga oshayotgani. Natija bugungi natija ham o'ylamayman, что yomon deb, lekin so'nggi daqiqadagi vaziyat golga aylanganda misol g'alaba ham qozonishimiz mumkin edi. Bolalar xarakter ko'rsatib bu g'alabaga ham balki o'sha zaslujit qilishgandi. No, afsus, durang, lekin shunda ham men o'ylaymanki, durang biz uchun yomon natija emas, yaxshi harakat qilishdi ikkita jamoa ham. Juda ko'p epizodlarda maydon tashqarisida shogirdlaringizga amaliy ko'rsatmalar berib turdingiz. Bu qachondir jamoadagi futbolchilarning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi o'ylamaysizmi? Juda ko'p vaziyatlarga o'zingizda reaksiyangizni bildirishingiz. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana o'sha futbolchilarga bergan reaksiyamda negativ yo'q, pozitiv. Balki qayerdadir sudyaga yoki boshqa epizodlarga negativ bo'lishi mumkin, bu emotsiya. Lekin men hech qachon o'z shogirdlarimga, futbolchilarimga bir tanqidiy ruhda yoki boshqada negativ bilan hech qachon podkaz yoki o'sha o'z fikrimni bildirmayman. Bu emotsiyadagi pozitiv bolalarni ruhlantirish. Men aytishim mumkin, bu ularning o'sha konsentratsiyasini, chunki bu yoshda yigitlar tez ruhiyati tushib qolishi mumkin yoki qayerdadir yoki kurashlarda yutqizib qo'ysa ruhiyati tushishi mumkin yoki o'shaning uchun baribir maksimalniy harakat qilyapman, что maydondan tashqarida ham ozgina o'sha o'zligiga nima desa bo'ladi, komediydami yo anaqa поддержка his qilishligini xohlayman. No, vaqti keladi, hali Xudo xolasa o'sha biz o'zimiz xohlagan o'yinni qurib olgan paytimizda xotirjam o'tirib o'yin ko'radigan payt ham keladi, Xudo xolasa. Savol bor. Davomdagi fikrlar uchun rahmat. Keyingi o'yinda davom et. Mayli, rahmat sizlarga.